O'zbek fuqarolari darhol xabardor bo'ling. Ertaga 16 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 16 aprel kuni qanday ob-havo bo'lishini prognoz qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 9-11 daraja, kunduzi 13-15 daraja bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 10-15 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja bo'ladi. Sirdaryo viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 16-21 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, ayrim joylarda momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'li hududlarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Muhim hodisalar joriy yilning 15-17 aprelga qadar O'zbekiston hududiga nam va salqin havo massalari kirib keladi. Respublikaning ko'plab viloyatlarida yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'ladi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning baland tog'li hududlarida yomg'ir qorga aylanishi kutilmoqda. O'zbekiston bo'yicha ba'zi joylarda shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha, ayrim joylarda ba'zida 25-28 metr sekundgacha kuchayadi. 15-dan 17 aprelda respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. 16-17 aprelda kunduzgi havo harorati asta-sekin 13-16 darajagacha pasayadi deyiladi xabarda.